qilmoqchiman, lekin qo'rquvim bor. Odamlarga qiymatni bera olamanmi degan savolga javob topa olmayapman. Shu bo'yicha tavsiya bersangiz deb murojaat qilibdilar bir ekspert. Birinchi tavsiya shogird oling. Chunki shogirdingiz bilan ishlayotgan vaqtingizda u damma-dam sizga vaziyatdagi savollarni berib boradi va siz javob berayotgan paytingizda ana shu berayotgan ma'lumotingizni qiymatini his qilishni boshlaysiz. Ya'ni nimalar berishni va qanday berishni aniq bilib olasiz. Ikkinchi tavsiya, kichikroq bir auditoriyaga mana shu ilmlaringizni olib kiring. Xohlasangiz webinar ko'rinishida, xohlasangiz trening ko'rinishida. Bunda mana shu kichkinagina auditoriya sizga shunaqa savollar beradiki, siz mana shu kursingizni yana ham mukammal qilishingizga yordam beradi. Uchinchi tavsiya esa ana endi kursni sxemasini tuzib olsangiz bo'ladi. Ya'ni siz nimadan boshlaysiz va qayerda tugatasiz, chegarani bilib olasiz va bu asosida kursingizni qanday tashkil qilishingiz aniq bo'ladi. Bu videoni ko'p yillik tajribasi bor, lekin kurs qilishga ikkilanayotgan tanishlaringizga yuborib qo'ying.